Osongina tez pishar olmali pirogdan qo'ymasdan 2 ta tuxum oldim, 1,5 stakan shakar bilan yaxshilab mikser yordamida oppoq penka bo'lguncha ko'pirtirib oldim. Undan keyin uyingizda bor yoki kefir yoki qatuvni olasiz. Yarim choy qoshiq chayin sodani solib, bir-ikki aralashtiramiz. Xuddi shunaqa ko'pirib chiqadi. Ko'pirib chiqqan qatig'imizni olib, oppoqini penka qilib ko'pirtirib olgan tuxumli massamizni ustiga qo'shamiz. Ketidan 1 stakan o'simlik yog'i solamiz. Mikserda yana bir ro aralashtirib, undan keyin un, ustidan kabartma tuzi hamda shakar vanillinini solib, bir ro venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan keyin margarin surib oldim men qolipga. Yaxshilab margarinlangan qolipga tayyor bo'lgan massamizni qo'yib, uyingizda bor meva, xohlasangiz olcha, xohlasangiz olma. Men olma bilan nok ishlatdim. Parre qilib qo'yib chiqib, 180 gradusda 20-25 minutga duxovkaga pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqan pirogimizni issiqligida ustidan saxarniy pudrasi sepamiz. Shunda saxarniy pudrasi yaxshi yopishadi pirogga. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bir pasda bo'ladi, vaqtingiz ham bunaqa ko'p ketmaydi. Sahifamga obuna bo'ling. Bundan ham qiziqarli videolarni qo'yib boraman.